ot qaysarlik qilmayaptimi? Yo'q. Bo'pti, omading bersin. Qishloqda zerikarli emasmi? Men u yerda tug'ilib o'sganman. Bu yerda o'qiganman xolos. Yigitlarni qarang. Juda ham yaxshi tayyorlanishibdi, Ha. 1 yil oldin sen ularni egarga o'tirishlariga yordam berarding. Bugun esa ular respublika terma jamoasida qatnashyapti. Qoyil qolish kerak ularga. Ha. Balki qaytar sana Sarvari. Qara, qanaqa otlar oldik. Xayrat aka. Qishlog'imda ko'proq kerakman. Oyoqlar yelka kengligida, qo'llar belda. Boshni 4 marta chapga, 4 marta o'ngga aylantiramiz. Mashqni chap tarafdan boshlaymiz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mashq tamom. Daraxt oqlash uchun bolalarni darsdan ozod qilasiz. Yanami? Axir bu direktor buyrug'i. G'irt bema'ni buyruq. Nima? Bolalar o'zi maktabga nima uchun kelishadi? Hali g'isht tashishsa, taxtda tushirishsa. Axir jismoniy tarbiya ham boshqa fanlar kabi dars hisoblanadi. Singiljon, siz ham meni tushuning. Bolalarni fizika, matematikadan ozod qila olmayman-ku. Ishbob kiyim kiyishgan ekan. Direktor o'zlaridami? Banklar, mehmonlar kelishgan. Qani bolalar, ketdik. Hammaga bittadan chelak, bittadan cho'tka beraman. Lay. Davron, ishing tasha, yur choyxonaga. Klip olishayotgan ekan. Sen joydami? Ro'shan aka fizkulturadan qo'yadi-yu. Qo'ymaydi, u zavxoz-ku. Direktorga aytadi. To'g'ri, shunisi chato birodar. Firdavs butun ansambli bilan ketdi. Kinochilarni aytmaysanmi? Hamma o'sha yerda. Agar borsang, hammasini Sarvar opaga aytib beraman. Bo'pti, men ketdim. Aytsang aytaver. Rahmat uka. Salomat bo'ling. Qildik. Rahmat. Turinglar, yana dam olgan uka. Maylimi? Xudo xolasa. Albatta. Albatta kelamiz. Sizlar tayyor bo'lib turinglar, men Alisher akaning oldiga shundoq borib kelaman. Xo'p. Bo'pti, xo'p bo'ladi. Bo'ldi, yaxshilar. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Keling. Sizlar bemalol o'tiringlar, men hozir kelaman. Mehmon qayoqqa? Bu yigitda bir og'iz gapim bor. Xo'sh qalay? Rahmat, hammasi yaxshi. Bolalar aytishdimi? Ha, hozirgina aytishdi. Ertaga sizlarga bir xizmat bor. Bosh ustiga. Bir o'rtani qizdirib berasan uka, xo'pmi? To'y bormi? To'y bo'lganda ham bunaqa to'y emas. Xo'p, xush ko'rdik, yaxshi boringlar. Xo'p. Oling. Umuman olganda, haftada 3 marta bo'ladigan jismoniy tarbiya darsi bolalar uchun kamlik qiladi. Ularni yurish-turishiga bir qarang. Bo'ldida Sarvara, sharmanda qilmoqchimisiz meni? Mehnatam.
Men sizga aytsam, mehnat ham jismoniy tarbiya degan gap. Meni kechirasiz-ku, men siz bilan gaplashmayapman. Bizda hatto bironta ham sport seksiyasi yo'q. Ya Sarvara. Ja qiziq gapni gapirdingiz-ku, seksiyalar yo'q deysiz. O'zim mana shu maktabda 6 oydan beri ishlayapsiz, singlim. Ularni o'zingiz oching, o'zingiz tashkil qiling. Shu gapni ertaga gaplashaylik, qo'ying. Biz sizga homiylik qilishimiz mumkin. Ana. Menimcha yaxshi qiz. Jismoniy tarbiya bu erta turish, sigir sog'ish, hovli supurish, nonushta tayyorlash va bola tug'ish degan gap. O'sha bolalar sog'lom tug'ilishi uchun ham sport juda zarur-da. Hay. Shunday chiroyli qiz. Qo'pollik qilsa yarashmas ekan. Xo'p. Sizning o'quvchilaringiz daraxt oqlasa buni nimasi yomon? Qaytaga yaxshi-yu. Bo'sh vaqtingiz ko'p bo'ladi. Keling. Biz bilan o'tiring. Bundoq o'ting. Qo'rqmang, bafurja gaplashib olamiz. Qo'limni qo'yib yuboring. Davramizga Qo'yib kulib yuboring. bo'lasiz. Men o'tirishga kelganim yo'q. Boyvachchi. Bizni qishloqqa kelganlar qizlarni qo'lidan ushlamaydi. Mard bo'lsa men bilan qo'l olish. Hasan aka, menga qarang. Qanaqa odamsiz? Hazillashdi-yu axir. Hazillashdi. Boring, ishingizni qiling. Boring deyman sizga. Mana sizga sambo seksiyasining birinchi murabbiysi. Bu sambo emas. Bu o'zbek kurashining usullaridan bittasi. Xafa bo'lmaysizlar. Bu odam sal ekan-ku bu. Sal narsaga tutaqib ketadi. Qarichilikda. Azam aka, meni kechiring. Jiddiy gap uchun joyini topgan ekanman-da. Xafa bo'lmang, Sarvaraxon. Hozirgi zamonda hamma jiddiy gaplarni choyxonalarda hal qilishadi. Direktor to'g'ri aytadilar. Aybdorman. Faqat shikoyat qilishni bilaman xolos. Men esi yo'q cholchi. Kelib mehmonga qo'l ko'taramanmi? O'zi aybdor. Qo'lini yugurtirmasligi kerak edi. Balki rostdan ham kurash seksiyasiga rahbarlik qilarsiz-a? Agar istasangiz, ertaga yo'q maktabga e'lon yozdirib qo'yaman. Meni yoshim o'tib qoldi. Vaqtida baqvat edim, davralardan yengilmasdan chiqib ketardim. O'sha paytlarda kurashni sport deb bilishmasdi-da. Endi bo'lsa-chi? Endi bo'lsa jahon chempionatlari bo'lyapti. Xo'p deyavering, bolalarga o'rgatib, o'zingiz ham yosharib ketasiz. Sarvaraxon, buni o'ylab ko'rish kerak. Xo'p deya qoling. Katta qiz. Mana shuni aravachada olib yurgani uyalmadingmi? Dada, men faqat uyga yetib olishga yordamlashmoqchi edim, xolos. O'chir! Kutib turganingni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Butun qishloq oldida uyalmadingmi? Dada. Menga qara Ilhom. Yana bir marta seni qizim bilan ko'rsam, mendan o'pkalanib yurma. Qizimni o'z holiga qo'y. Ha! Qo'yib yuboring, men o'zim. Hech qisi yo'q, yordamlashib boraman. Menga bera qoling, Sarvar opa. Ravshan aka senga nega baqirdilar o'zi? Unga qizi bilan yaqinligi yoqmaydi. Ilhom ham bizni sinfda o'qirdi ilgari. Men unga matematikadan yordam berib turardim. Bu-ku yaxshi-ya, lekin o'zing maktabga nega bormayapsan? Oyimga qarashaman. Oyimni bir o'zlariga qiyin. Ilhom kosiblik qiladi. Yana velosipedlarni tuzatishni ham biladi. Qishloqda velosipedlar ko'pmi? Ha, ko'p. Faqat ehtiyot qismlari kam. Men seni ustaxonangga albatta o'taman. Gaplashamiz, xo'pmi? Xo'p, mayli boring. Yaxshi. Xayr bolalar. Xo'p.
Mashg'ulotlarimizdan oldin sizlardan bir narsani so'ramoqchiman. Oralaringda ertalab yuguradigan yoki gimnastika bilan shug'ullanadigan bola bormi? Vaqti yo'q. O'zim ham shunaqa deb o'ylagandim. Axir qishlog'imizda ertalab toza havo bo'lsa, yugurgan odam mazza qiladi. Sizlar bo'lsanglar erinasizlar. O'zi o'qishdan keyingi bo'sh paytingizda nima qilasizlar? Dars qilamiz? Albatta dars qilamiz. Hammangiz yarim kun dars qilganingizda a'lochi bo'lib ketgan bo'lardinglar. Orangizda a'lochilar bormi o'zi? Bor. Davron, seni dars tayyorlashingga necha soat ketadi o'zi? 2 soat ketsa kerak. Qolgan vaqting ko'chada o'tadi? Ha. Ana, ko'rdingizmi? Shuning uchun bugun darsdan keyin A'zam akani oldiga o'tasizlar. U kishi sizlarga o'zbek kurashidan saboq beradilar. Keyin kimda velosipedi bo'lsa aytinglar. Tez kunlarda maktab velopoygasini uyushtiramiz. Velosipedlarni taxt qilib qo'yinglar. G'oliblarga esa sovrin bor. Sarvar opa, qizlarchi biz nima qilamiz? Qizlar ichida respublika va jahon chempionatlari borligini bilmaysizlarmi? Ayniqsa kurash bo'yicha. Yo'q. Bu haqda keyingi darsda gaplashamiz. Tekstlaning. Rostlaning. O'ngga. Maydon bo'ylab qadam bos. Ha, kiring. Assalomu alaykum. Chaqirgan ekansiz. Xizmat direktor aka. Ha, Ravshan aka. Keling o'tiring. Rahmat. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Ishlar keyin bola chaqa. Bu yakshanba kuni Sarvara o'quvchilar o'rtasida velopoyga o'tkazmoqchi, xabaringiz bormi? Ko'rdingizmi? Yakshanba kuni ham bolalarga tinchlik yo'q. Ha, uni o'rniga chiqib, daladagi Ravshan aka. Bu juda ham muhim, kerakli tadbir aka. To'g'ri. Ha, qishloqda na kompyuter bor, na teatr bor. Bolalar bekorchilikdan ko'chada sanqib yuradi. Xo'p, shuning uchun ham bo'lmasa menga qarang aka. Mana shu musobaqa g'oliblarini mukofotlash uchun men bilmayman. Sovg'a polg'ami yo kubokmi tashkil qilasiz aka? Aka, menda kubok yo'q. Menda shvabra bor, latta bor, ketmon bor, lapatka bor, Chelay bor. Chelay turibdi. Hey, Ravshan aka, menga qarang. Gapni ochiq, bu ishni faqat siz bajara olasiz aka. Sizdan boshqa odamga ishonib topshira olmaymiz. Eplaysiz bu ishni. Rahmat aka. Bajaramiz. Ketsam maylimi? Boring. Xo'p bo'ladi. Ha, ish yoqmaslar. Yo'l bo'lsin. Yo'q kelinglar. Nima ber Roshan aka? Yo'qa. Eshitamiz Roshan aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerga ketyapsizlar, So'taqul? Ilhomnikiga velosiped tuzattirganim. Shunaqa degan, avtoralli ekanda. Avtoralli emas, velopoyga. Ha, Parijda qardinglar. Tushmagure, shunaqa degin. Xo'sh, xulos olinglar. Har qanaqa musobaqada xomiy bo'ladi. Tushunarlimi? Yo'q. Mana bu zanglab yotgan velosipedlaringni bu yash kerak. Axir ularni odam bashara qilish kerak. Bu yoqni qayerdan olamiz? Mana u yerda Sardor do'konini mudiri Sardor akalar o'tiribdilar. Agar velosipedga Sardor do'koni deb yozib olsalaring, har qanaqa bo'yani topib beradilar. Shundaymi Sardor aka? Gap bo'lishi mumkin emas. Endi bu reklama uchun-da? Albatta. Gap bunday. Mana dorixona. Ana sartaroshxona. Ana u aziz do'koni. Bunisi gaz suv sotadigan joy. Meni aytdi desanglar, hech biri sizlarga yordamini ayamaydi. Qolganiga men kafil. Ana ko'rdinglarmi, hamma narsa kunda ravshan bo'ldi. Mabodo bitta yarimtasi yo'q desam, mana men turibman. Shundoq.
Rahmat sizga. Unda Baxtiyor, sen qolib Sardor amakimdan bo'yoqlarni olib borasan. Biz ketdik. Bo'pti. Xo'p, yaxshi bo'linglar. Ilhomniki kutamiz. Ehtiyot bo'linglar. Rahmat. Bo'pti. Omad sizlarga. Ko'zlaringga qarab yurlaring. Cho'milish mazza. Hey, menga qaralaring. Cho'milish deb hadeb oromgohlarga, dam olish joylariga, odamlarning dala hovlilariga o'g'rincha tushuramizmi? Bu nimasi yomon? Juda ham yomon-da. Kelinglar bolalar Saror opamga aytamiz. Bizga maktabda suzish havzasi qurdirib bersinlar. Ularga ham qiyin-da. Hali u deb u yoqqa, hali bu deb bu yoqqa yuguradilar. Kecha qishlog'imizga Firdavs keluvdi. Bilasizlarmi, butun qishloq o'sha yerga ko'chib boribdi. Ro'shin aka daraxtlarni oqlatmaganda biz ham borib mazza ko'rib kelgan bo'lardik. Mana oxirgisi o'sha. Eshitlaring. Oq toshimning ostidan oqqan sharshara yuragimni erkalab yozadi g'azal. Oq toshimning ustidan uchgan bulutlar naqadar chiroyli, naqadar go'zal. Naqadar chiroyli, naqadar go'zal. Quyon bolalar, Qochdik. Senlarni bu yerda boshqa ko'rmay. O'sha. Voy. Yo. Tursun bu. Mana uchi. Voy. Yo. Sen ham tur. Bunisi-chi? Kurashning nimaligini yaxshi bilishinglar kerak. Birinchi navbatda bizni kurash o'zbekni madaniyati, o'zbekni tarixi. Shu bois bu kurash orqali sizlar nafaqat kuchli va baquvvat, balki ruhan tetik, har qanday qiyinchiliklarni yenga oladigan polvon bo'lishinglar mumkin. Lekin kurash bilan muntazam ravishda shug'ullanishinglar kerak. O'shandagina biror bir yutuqqa erishasizlar. Barchangizga omad tilaymiz. Oyoqni qo'yib yonboshga olasiz. Hammaga tushunarlimi? Ha, barakalla. Hamma mana shu bashni bajaradi. Xo'pmi? Qani, sen yaqinroq turinglar. Sen u yoqqa tashiysan? Ha? Yaxshi, bu yoqqa tashiysan. Sen bu yoqqa. Yaxshi. Ha, mahkam o'sha. Ha, bu yoqqa tasha. Sen nima qilib turibsan? Birga, ha? Usul ishlat. Hamma tayyormi? Bunday bo'lsa boshladik. Yaxshi. Qani. Yaxshi. Ha, barakalla. Yaxshi. Ha. Ikkala tomonga ham tashlasa bo'ladi. Chap tomonga ham, o'ng tomonga ham. Ha? Qani. Yaxshi. Shoshmay, ko'rpada tashqariga tashlamaginda. Qani boshqatdan. Ha, boshla. Barakalla. Ha. Usul ishlat, usul. Qani. Juda ham yaxshi. Qani. Ha. Barakalla. Yelidan maktabroq o'shash kerak. Ko'rmadingda, bitta chil berdim, gup deb tushdi. Ko'rdim. Bolalarning xursandligini qarang, Azam aka. Rahmat sizga.
Meni xursandligimni aytmaysizmi? Bularni ko'rib o'zimni ham g'ayratim jo'shib ketdi. Shu bolalarga bittagina dush bo'lsa edi, maza qilib cho'milishardi. Bu masalani direktorimiz bilan gaplashib, o'zim hal qilaman. Ana bu o'zimizni suv tarmog'imiz bor-ku, o'sha yerda bitta joy ko'rib kelganman. Hatto sauna ham qilsak bo'ladi. Bilasizmi? Buni hashar yo'li bilan qilamiz. Bolalarimiz mehnatkash. Faqat xohish bo'lsa bo'ldi. Xudo xolasa. Xotin! Voy xotin! Qayoqlarda ivirsib yuribsan? Ha, tinchlikmi dadasi, nima bo'ldi? Dunyoga o'tib ketdim. Miltiqqani top darrov. Voy, miltiq? Tezroq. Qanaqa miltiq? Olib chiq, kech qolyapman. Voy, o'lmasam miltiq dedingizmi? Ha. Voy, to'xtang. Miltiq? Voy, miltiq? Miltiqni qayoqdan topdim endi? Voy, tavba. Keldingizmi Ravshan aka? Keldim. Kubokni bu yoqqa bering. Mana kubok. Meni yaxshilab eshiting. Xo'sh. Men shapkani silkitishim bilan miltig'ingizni otasiz. Siz shu yerda turing. Yaxshi. Xo'p bo'ladi. Xo'sh bolalar. Qani bir safga turinglar. Ikki qator turasizlar. Birinchi qatorga sig'maganlar ikkinchi qatorga o'tsin. Tushunarlimi? Ikki aylana bo'yicha aylanamiz. Mana bu miltig'imda ham ikkita o'q bor. Birinchisini otganda birinchi qator ketadi, ikkinchisini otganda ikkinchi qator ketadi. Tushunarlimi? Hamma tayyorlansin bo'lmasa. Boshlayveraylikmi? Boshlayveringlar. Bir ikki og'iz gapirmaysizmi? Sarvar aka, to'xtang. Hozir xalqqa ikki og'iz gapiraman-da, keyin boshlaysiz, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Yaxshi. Hurmatli hamqishloqlar. Mana bugun bizning qishlog'imizda birinchi marta velopoyga bo'lib o'tyapti. Mana shu bayram bilan barchangizni qutlayman, tabriklayman. Sarvaraxon, bu musobaqani o'tkazishni o'zi bo'lmagan bo'lsa kerak. Yo'q, bolalarimiz yordam berishdi. Maktab direktorimiz bosh bo'ldilar. Shunaqa deng. Endi boshlayveraylikmi? Boshlayveringlar. Ravshan aka! Tayyorlaning. Diqqat. Boshladi. Bo'ldimi Ilhom? Ana bo'ldi, ketaver. Yasha. Hamma tayyorlansin. Diqqat. Boshladi. Keling O'shanboy. Ya kayfiyatingiz chatoq. Yo velopoyga yoqmadimi? Keling, bir piyala choy iching. Achchiqini choy damlab beraman. Ko'k choy ichasizmi, pamildami? Ko'kidan olib keling. Hozir, sabr qilib turing.
Ha? Kubokka achinayapsizmi? Iya, kuboklar ko'p. Yana bittasini tayyorlab qo'yganman. Xo'sh. Lekin bitta narsa meni o'ylantiryapti. Ha. O'zimiz ham musobaqaga bir qatnashib qo'ymaymizmi? Ha, o'zingiz velosiped haydashdan chiqib qolganmiz dedingiz-ku. Uning ustiga siz bilan meni ko'taradigan velosipedning o'zi qolgani-yu. Hey, shoshmang. Qishlog'imizda nechta eshak araba bor? 20 tacha bor. Ana. Xo'sh, shuning ichida Ha, chempioni bormi? yaxshi gap. Lekin sovrinni kim oladi? Egasimi yo eshagimi? Aka, sovrin unisiga ham, bunisiga ham yetadi. Agar sana o'ynagan, sana yutqizarding. Yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, o'tiring. Assalomu alaykum. Keling o'tiring. Ta'mirlanadigan biror narsangiz bormi? Yo'q, o'zim seni bir ko'rib o'tgim keldi. Iye. O'zing bilan o'zing o'ynayapsanmi? Yo'q. Bu masalani yechyapman. Jurnalda o'qib qolgandim. Ilhom maktabimiz bo'yicha shaxmat chempioni edi. Rostdanmi? Zo'r-ku. Kelinglar unda maktabimizda shaxmat musobaqasi o'tkazamiz. Baribir qizig'i yo'q. Ilhom hammani yutadi. Biz qishlog'imizdagi eng kuchli shaxmat ishqibozlarini taklif etamiz. Ilhom, sen rozimisan? Bilmadim. Iya. Ha bu saharlab qayalardan kelyapsiz qizim? Mahallani yugurib aylanib keldim. Muallimimiz aytdilar, bu sog'liq uchun foydali ekan. Bo'lishi mumkin. Lekin bekorga yugurish kerak emas. Qani pochtagacha borib menga bitta gazeta olib kelib bering. Mana bu foydali yugurish bo'ladi. Xo'p bo'ladi, dada. Hoy dadasi, ham miltig'ingizni olmaysizmi? Hey. Bu safar miltiq kerak emas. Uni tovushda eshaklar infarkt bo'lib qoladi. Voy, tavba qildim. Uf. Ayollar. Hech vaqoni tushunmaydi bular. Assalomu alaykum. Keldingizmi? Keldim. Va alaykum assalom. Salom berdim-u. 2 soat kutdim, soatga qarang. 2 soat kutdim. Ha, yaxshi. Xo'sh. Doping iste'mol qilmaganmisiz? Yo'q, tomoq chaydim xolos. Men sizni tomoq chayishingizni nazarda tutayotganim yo'q. Eshagingizni gapiryapman. Aka, qo'ying, ishlarim ko'p. Yo. Mayli, omon bo'ling. Shoshmang. Yaxshisi, tirikchilikdan qolmay. To'xtang dedim. To'xtang, shoshmang. Qo'ying. To'xtang deyapman, hozir boshqalar keladi. Xo'p, mayli. O't. Assalomu alaykum, Ravshan aka. Va alaykum assalom. Mana ahvol Sarvaraxon. Nima bo'ldi? O'zi sizdan ko'p tashkiliy ishlar o'tkazishni o'rgansam bo'lar ekan. Ahvolni qarang. Tinchlikmi? Bugun eshak aravachilar chempionatini o'tkazmoqchi edim. Dardimni kimga aytay? Birontasi yo'q. Axir ularning ishi boshidan oshib toshib yotdi-ku, Ravshan aka. Mana oqibat. Mana odamlarning yurish turishi. Mana shunaqalar taraqqiyotimizni orqaga suradi. Xafa bo'lmang, Ravshan aka. Hali siz bilan Xudo xolasa ko'p musobaqalarni o'tkazamiz.
Yo'q, qanaqa qilib xafa bo'lmaysiz? Mana bu kubikka qarang. Yo'q, mana bu kubikka qarang, Sarvaraxon. Pianino ustida sablab to'kib turuvdi-ya. Mana shu eshak aravachilar uchun olib kelgandim. Endi nima qilaman? Mayli, sizga beraman. O'zim borib, o'sha maktabning qozonxonasi eshigini bo'yaqsiz qolib ketgandi-yu. O'shani bo'yab qo'yaman. Na aravakashlarga ishonib bo'ladi, na maktab bolalariga ishonib bo'ladi. Nima qilishimni bilmay qoldim. Qo'yinglar. Baxtiyor! Nima deysan? Sen o'zi nima ishlab yuribsan, do'stim? Nima balo, bugun nima ish qilishimizni unutdingmi? Nima qilishimiz kerak edi? Maktabimizda qishloq birinchiligi bo'lyapti shaxmat bo'yicha. Men o'ynashni bilmayman-ku. Ishtirok etsang bo'ldi. O'ynamasang farqi yo'q. Bilasanmi? Direktorimiz Ilhomga 3 marta yutqazibdi. Yo'q, rostdanmi? Unda borib ko'rish kerak ekan. Ana endi aqling kirdi. Ketmoning tashi ketdik. Tez borishimiz kerak. Shoh. Zo'rsan-ku. Obbo, seni tabriklayman. Siz 5-chi bo'ldingiz. Yaxshi o'ynar ekan Ilhomjon. Bugungi partiya nima bilan yakunlandi, aka? Lekin ancha paytdan beri o'ynamagandim. Men Ilhomni shaxmat seksiyasiga rahbarlikka taklif etaman. O'qishni ham bitirish kerak. Lekin 1 yil o'qishdan qolib ketdi-da bola. O'rtoqlari yordamida mustaqil tayyorlanib yuribdi. Faqat imtihonga kirishga ruxsat bersangiz bo'ldi. Ha, tushunaman. Bolaga qiyin, oilaviy sharoit degandek. Lekin Sarvara, bilasizmi, bu masalani hokimiyat hal qiladi. Hokimiyat bilan maslahatlashib ko'ramiz. Abdug'ani aka, anchadan beri siz bilan bitta masala yuzasidan maslahatlashmoqchi edim. Mana maktabda shaxmat to'garagi bor, zardozlik to'garagi bor, kurash to'garagi bor. Ha, keling bir drama to'garagi ham ochsak. Nima deysiz? To'ppa-to'g'ri. Juda yaxshi fikr. 100 kilometrda ham bitta ham teatr yo'q. Ana. Boring, siz ham bir partiya shaxmat o'ynangchi. Najmada menga qarang. Drama to'garagi deyapsizmi? Nimani sahnalashtirmoqchisiz? Kelinlar qo'zg'olonini qo'ysak. Ha? Qo'zg'olon? Kelinlar qo'zg'oloni, Abdug'an aka. Kelinlar qo'zg'oloni. Yo'q, yaxshi bilaman kelinlar qo'zg'oloni, lekin bilmadim, maktab o'quvchilariga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Buni ustiga qishloq sharoiti bilmasam. Abdug'an aka, axir mashhur spektakl-ku. Hamza teatrida qo'yilgan, Abror Hidoyatovda qo'yilgan. Qolaversa maktabda qo'ysak, nima qilibdi? Juda ham yaxshi bilaman qayerda qo'yilganini, qanaqa asarligini. Mayli, siz olib keling. O'qib chiqamiz yaxshilab. Lekin har bitta repetitsiyangizda muntazam qatnashaman. Rozimisiz? Xo'p, bo'ladi-da. Yashang. Obadingiz bersin. Men kech qolayman, ketdim. Xayr. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Va alaykum. Qani hormelar endi. Sonlar yaxshimi? O'tiring, marhamat. O'tiraveringlar. Kecha maktabda mana shunday shaxmat turniri o'tdi. Bormadinglar-da. Ravshanbek, kimnidir vaqti bo'ladi, kimnidir vaqti bo'lmaydi. Voy, mana trenerni o'zi mana sizlarning oldingizga keldi. Qani uka, choyni olib kelib yoqqa. Ha, barakalla. Endi borasan-da, 3 ta narda taxtasini olib kelasan. Xo'p bo'ladi. Qizillar. Men sizlarga bir odamni bir vaqtni o'zida 3 ta narda bilan qanaqa qilib o'ynashini ko'rsatib qo'yaman. Eshitdingmi? G'alati bo'ldi-yu. Nimadan o'ynayapsan? Hey, yutqizgan odam xo'roz bo'lib sakraydi.
Agar Eshitdingmi? siz yutqizsangiz, Xo'sh. 7 marotaba qichqirasiz. Kelishdingmi? Gap yo'q. O'ynaganim bo'lsin. Gap. Mana u 1 2 3, mana unisi 4. Qani tashlang endi. Bo'pti. Xo'sh, boshladik. Fu. Qani ketdik. Mana buni kalladan olib bu yoqqa yuramiz. Ravshan aka tezroq kelish. Endi sizni o'ynash kerakmi? Hozir. Eplasangiz o'ynamaysizmi? Shuncha odam bilan nima qilasiz u odamni? Mana ochib tezvor. Qani, bitta qichqiringchi endi. Qichqirmaganim borman. Ha. Xudoyim. Yashavor xo'roz. O'zimizni Ma'sumaning yozganini eshitmaganmisiz? Qalay, sen Ravshanbek. Sarvar opa mana shipingiz tayyor bo'ldi. Rahmat, Ilhomjon. Bu yo'llarda ikkinchi marta oyoq kiyimim tutilib ketdi. Yo'llarimiz yomonligidan. To'g'ri aytasiz, yo'llarimiz yomon. Baribir yurgan yaxshi-ku. Masalan, men bir umr arava bilan sudralib yuraman shekilli. Sog'liqni qadriga kasal odam yetadi deganlar rost ekan. Agarda yura olganimda, uyimda bir daqiqa ham o'tirmagan bo'lardim. Sport bilan shug'ullanardim. Sport degani faqat chempion bo'lish degani emas-ku, to'g'rimi? Odamni o'zi uchun kerak. Masalan, bizni bolalarni ayting. Gohi-gohida shaharga chiqib tushishadi. Atrofimiz tog'lar bilan o'ralgan. Sog'liq uchun toqqa chiqib tushsa foydasi bo'lardi. To'g'ri emasmi? To'g'ri. Biz ham yaqin o'rtada toqqa sayohat uyushtirmoqchimiz. Niyatimiz shunaqa. Xo'p, mayli, kelib turing. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ro'shan aka, oldingizga bir iltimosdan kelgandik. Bilamiz, qanaqa tashkilotchi rahbar ekaningizni. Bir so'z bilan aytganda, ham homiy, ham menejer ekansiz. Maqtov kimga yoqmaydi deysanlar. Ayniqsa uni siz yoshlardan eshitish. Xo'sh, quloqim sizlarda. Endi Ravshan aka, o'zingiz bilasiz. Uloq degan o'yin bor. Shuni tiklasak, nima deysiz? O'zingiz bosh-qosh bo'lardingiz. Nega bu haqda o'qituvchilaringga murojaat qilmadinglar? Ayol kishi nimani ham bilardi. Demak, to'ppa-to'g'ri meni oldimga kelibsizlarda. Buni faqat siz qilishingiz mumkin-da. Qilishga mumkin-a. Lekin shuncha otni qayerdan topaman? Poygaga bitta eshakni zo'rg'a topdim. Bizga ot ham eshak ham kerak emas. Xo'sh, velosiped ustida kurashamiz xolos. Faqat uloq o'rniga katta yumshoqroq narsa bo'lsa bo'lgani. juda yaxshi gap. Kim o'ylab topdi buni? Biz emas, siz o'ylab topdingiz. Demak, kattaroq, yumshoqroq narsa. Ha. Iya. Ha shunda qo'yni terisini olamiz. Ichiga latta-putta tiqamiz. Yaxshilab o'ylab qo'yamiz. Bo'ldi. O'yinni shartini bilasizlarmi? Bilamiz. Juda yaxshi. Bo'lmasa ertaga xuddi mana shu paytda xonamda kutaman sizlarni. Kelishdingmi? Rahmat Ro'shan aka. Mayli, xo'p. Voy bu. Siyohingdan o'rgildim. Iya, rasvo qildim-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'p yashang kelin, ko'p yashang. Xo'sh, meni hech kim so'ramadimi? Yo'q, oyijon. Tilpanam qoqmadimi? Voy, tilpanam qoqishmadi. Ha, yaxshi, ishlaringni qilaveraringiz. Ye? Sen bu yerda nima qilyapsan? Felak ko'tarib olibsanmi? Haligi oyijon, kendingizga yordamlashyotgandim. Uy tozaroq bo'lsin deb. Uyat. Hozir akalaring ko'rsa, boplab ustingdan kulishadi. Endi kimga o'xshading sen bola? Sizga o'xshaganman oyijon, kimga o'xshardim? Xonadonimizni bekasi, dadajonimizni erkasi. Yuzingizdan bitta o'bi. Yo'q hali. Voy oyijon. Ana masam bo'rtirmas unchalik, ana emas.
Bu nimasi? Maktab o'quvchilari bu. Iya? Maoshingdan nima olib beray? Menga oyijon bilasizmi? Paypoqmi? Haligi yo'q. Ko'ylakmi? Yo'q, ko'ylak emas. Haligi orqasida rezinkalimi? Voy lopchu. Sanajon. Yo'laday. O Sanajon, bu yoqqa keling. Qalay, yaxshimi, yoqdimi? Voy, menga qarang. Biz petsavetda o'qiganda ham aytdik-ku sizga. Ha? Nima u rezina pizina? Iya? Olib tashlang unaqa joyini. Hozir olib tashlaymiz. Hozir olib tashlaymiz. Lay doday. Bo'ldi endi. Birpas dam olaylik. Ishla, muskullaring chiniqtir. A'zam akani aytgan gaplar esingda yo'qmi? Ular oshirib yubormaslik kerak deganlar. Mayli, 5 daqiqaga tanaffus qilaylik. Qani, gitarini olchi. Tanaffus ham beliga tepsilaring-ku. Gitara chalmay qo'ya qolaylik. Gitara bizning milliy asbobimizmas. Deb Qo'chqor aka bilan Sardor aka rosa boshimni qotirishdi-da. Jiddiy gapiryapsanmi? Meni qo'ya tur, Firdavs orqasidan. Nega Firdavs arab tilida qo'shiq aytadi? Biz arab tilini bilmaymiz, deydilar. Sen nima deding? Men nima ham derdim? Qur'on ham arab tilida yozilgan nima? Tilovat ham qilmaylikmi dedim. Ular nima deyishdi? Sen menga qara, tirranchi kattalarga aql o'rgatasanmi deb orqamdan quvlashdi. Sen indamay ketaverdingmi? Nega endi? O'z fikrimni aytdim. Hamma asboblarda ham, hamma tillarda ham o'zdek qoyil maqom qilib ijro etish kerak dedim. Oq toshimning ostidan oqqan sharchara, naqadar chiroyli, naqadar go'zal. Oq toshimning ustidan uchgan bulutlar, naqadar chiroyli, naqadar go'zal. Qani itlar bu kellachi. Qani tezroq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolalar, kechasi bilan uxlamasdan o'ylab chiqdim. Bu shayton aravada uloq chopib bo'lmas ekan. Mana kecha. Poygada nima bo'ldi? Nechta sinib ketdi? Axir birinchi poyga edi-da. Yo'q. Bitta milliy uloq o'tkazamiz. Barcha qo'shni tumanlardan chavandozlarni yig'ib kelaman. Mana shunday sovrin qo'yaman. Ana o'shanda bayram deb bo'ladi. Xo'sh, unda biz nima qilamiz? Ha, sizlar chavandozlardan uloq chopishni o'rganasizlar. Ha, bitta terini olib, ichiga latta tiqib, u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa tepganda nima foyda? Nima bo'lamiz? Sharmanda bo'lamiz. Tushunlaringmi? Tushundik. Bo'pti, ishlaringga boringlar. Mayli, Ro'shan aka. Shahlo, otang nimagadir kechalar bir ham yomon uxlaydigan bo'lib qoldilar-ki. Charchayotgan bo'lsalar kerak, oyi. Yo'q-ey. Ana fizkultura o'qituvchisi haqida gapiruvdilar. Xo'sh, doim bir ishni boshlar ekan-u. Oxiriga kelganda doim otangga qolib ketar ekan. Ha, to'g'ri-da, oyi. Qishloqda odamlar qiziqadigan hech narsa yo'q. Biz bir umr shunday yashaganmiz. Ana, uy ishlariga qarashinglar, ko'chada o'ynanglar, televizor ko'ringlar. Bolalar velosipedda musobaqalar o'tkazishadi, kurash tushishadi. Bizchi, biz nima qilishimiz kerak, oyi? Menga qara. Qizlar uy ishlarini o'rganishi kerak, tikishni, bichishni, ovqat qilishni o'rganishi kerak. Oyi, siz bir qati bastimizga qarang. Sarvar opam to'g'ri aytayaptilar. Yoshligimizdan beri ko'cha supurish, ketmon chopish, suv tashish, faqat shu bilan ovora bo'lganmiz.
aslida biz oyijon mana qarang oyi qarasangizchi voy mana bundoq yurishimiz kerak qadimizni tik tutib bundoq shaxtam qadam tashlab yurishimiz kerak oyi qalay oyi yaxshi yurdimmi bo'la uzumingni ter voy oyi bo'la qol Chaqqonroq. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Barakalla. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz qizlarimizni uyaltiryapsiz. Yo'q, nazarimda yigitlar yetishmayotganga o'xshayapti. Yigitlar boshqa sport turlari bilan shug'ullanishadi. Bilaman. Men biron yordam kerak emasmikin deb kelgandim. Rahmat. Yordamam, pordamam kerak emas. Endi xayolda yuramiz-da, oyijon. Yoqqa o't. Ha? Mana u yoqqa o't. Nega oyijon? O'tir mana u yerga. Xo'p bo'ladi. Oyijon, sizni yoningizga o'tirgim keladi, oyijon. Oyijon, to'plana yech. Ha? To'plana yech. Yech to'plana. Oyijon, kelinlaringizni oldi sharmanda qilmang. Yeshaganlardagi yechingda. To'plana yech dedim senga. Xo'p bo'ladi, oyijon. O'ng oyog'ini. O'ng oyog'ini. O'ng tomon nima? Xo'p bo'ladi, hozir. Nima o'ng bilan chapni ajrata olmay qolganmisan? O'ng oyog'ini dedim. Xo'p, oyijon, hozir. Mana oyijon. O'z qo'ling bilan menga olib ber. Mana oyijon. Qarasalaring bo'lmaydimi? Mana u nima? Qayoqda kelib qoldi ekan? Endi o'zinglarning teatringlar ham bo'lar ekanda. Xudo xohlasa bo'ladi. Faqat sportchilar uchun bitta dush yetishmayapti xolos. Nasib qilsa, u ham bo'lib qolar. Mana bu boshqa gap. Hech narsa kerak emas deysiz, ishingizni bitirasiz-a? O'zi sizga uylanadigan yigit dunyodagi eng baxtli inson bo'lsa kerak. Iltimos qilishlarini juda yaxshi ko'rar ekansizmi? Agar so'rashsa, qo'limdan kelsa yordam beraman. Sportchilar uchun dush, hammasini qurib beraman. Undan keyin konsertingiz uchun ajoyib sovg'a tayyorlab qo'yganman. Faqat siz uchun.
ha Ravshan aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biroq ulayaptimi? Yo'q. Qoradim qochib ketibdi, o'shani quvlayapman. Ha, yaxshi. Hali ham kavlashtiryapsizmi? Ravshan aka jonga tegib ketdi. Bir kun yursa 3 kun buzuq yotadi. Hali u yeri buziladi, hali bu yeri buziladi. Ha, unda almashtirish kerak. Almashtirish. Nimalar deyapsiz? Dadam mingan mashina-ya? Mashinani emas, egasini almashtirish kerak. Sizni qarang-ku. Krember har kuni shirin bayram. Biz sizlarga yangi Evi Baby'ning sirini ochamiz. Bu Evi Baby'ning yangi havo o'tkazuvchi qatlama. Keling endi takliflarimizni tekshirish uchun ozgina suv qo'shamiz. Super shimuvchi moddalar suyuqlikni kichik tomchilarga aylantirdi. Super shimuvchi qatlamning osti qismi ko'p quruq va bolaning ostida. Navlikdan asal yo'q. Super shimuvchi, Super Evi Baby. Krember. Сладкий праздник каждый день. Siz ishni zimdan pishirib qo'yib, yana indamay turishingiz. Iltimos, xo'p deya qoling. Ha, Ravshan aka. Labay. Bu yoqqa keling. Hozir. Bu yoqqa keling deyapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mayli, men ketdim. Shoshmay turing endi. Nima qilyapsiz? Ha, qozonxonaning eshigini o'z kuchim bilan bo'yayapman. Ravshan aka, xabaringiz bormi? Yo'q. Ertaga mana bu Sarvaraxon bolalarni toqqa olib chiqmoqchi ekan. Shu yetmay turuvdi. O'shanga nimalaringiz bor? Aytaylik, safar anjomlari bormi? Qozon tovoq deganlardek. Hech narsa yo'q. Juda yaxshi. Vey, menga qarang. Maktabda bo'layotgan ishlarni birortasidan xabaringiz bo'lmasa, 30-40 ta bolani toqqa olib chiqmoqchi-yu, siz bexabarsiz. Sizga topshiriq ertalabgacha hamma narsani tayyorlaysiz. Ha, buni kim kraskalaydi? Bolalarni o'zi tugatadi. Boring tezroq. Bolalarga ishonib bo'ladimi? Bolalarga ishonsang, mana o'tgan kuni 7 ta cho'tkanni yo'qotib kelishdi. Bugun qo'yib bersang 8-chisini ham yo'qotishadi. Bolalarmisha. Bola. Bola nima qilsa bo'ladi. Sarvaraxon, orqangizdan zo'rg'a yetib keldim. Iye, yo'l bo'lsin Ravshan aka. Ha, biz ham siz bilan-da Sarvaraxon. Rahmat sizga Ravshan aka. Juda yaxshi ish qilibsiz-da. Hech xayolimga kelmagandi. Yo'q, sizga rahmat Sarvaraxon. Hech kimga xayoliga kelmagan narsalarni qilib yurasiz-da. Baribir rahmat sizga Ravshan aka. Bu yerda bir meni emas, ko'pchilikning ulushi bor. Men faqat qozon bilan o'choq oldim. Zohidning otasi go'sht berib yubordi. Almarra otasi kartoshka berib yubordi. Bu sho'rva tayyor degan gap-da. Juda yaxshi bo'lardi. Safar ovqat bilan-da. Hat, bolaqa jonivor. Toshimning ostidan oqqan sharshara, naqadar chiroyli, naqadar go'zal. Oq toshimning ustidan uchgan bulutlar, naqadar chiroyli, naqadar go'zal. Naqadar chiroyli, naqadar go'zal. Sen bilan o'tkazgan kunlar dilimda sog'inch. Bu baxtli kunlarni men tikdim qancha. Bulog'ingdan ichganda dilimda sog'inch. Oq tochim senga mehrim boshqacha. La 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 la.
Mavsumga yarashar qushlar sayrashi, bulbullar navosi qumrin olasi, hamma yoqda maysalarning jilmasi, men ham oqtoshimning bolasi. Oqtoshimning ostidan oqqan sharshara, naqadar chiroyli, naqadar go'zal. Oqtoshimning ustidan uchgan bulutlar, naqadar chiroyli, naqadar go'zal. Lay la 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 la. Lay la 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 la. Har holda toqqa chiqqanimiz yaxshi bo'ldi. Tabiatni ko'rib quvonasan. Nimasini aytasan? Men bu yerlarga chiqishimizni juda ham orzu qilardim. Ilhom, o'sha kungi voqeadan juda xijolatdaman. Otam o'zi yaxshi inson, faqat fe'llari shunaqa rota. Sen xijolat bo'lma. Hammayam Yo'q, sen aybing yo'q. Asosiysi seni ko'ngling toza. Gap shunda. Qani edi yura olganimda. Sen albatta yurasan, Ilhom. Mana men aytdi dersan. Albatta yurasan. Oyimlarni ko'rsatmagan shifokorlar qolmadi. Biri u deydi, biri bu deydi. Birontasi ham aniq javob bergani yo'q. Men Sarvar opamlarga aytaman. Ular seni Toshkentdagi shifokorlarga olib boradilar. Aytishlaricha, u yerda malakali shifokorlar bor emish. Sportchilar musobaqa oldidan toza havo olgani toqqa chiqishadi. Xo'sh, Shokolad yeyishadi. shokoladni ko'p va'da qilolmayman. Lekin qo'ling urgulsin bitta sho'rva mendan. Voy, yordam beringlar. Yordam beringlar. Yordam bering, yordam. Igor aka! Roshan aka! Igor aka! Gapro, nima bo'ldi? Yon chaqdi. Komolli yon chaqdi. Ehtiyot qiling. Shoshma. Shifoxonaga borish kerak. Shifoxona nima qiladi bu yerda? Cho'ponlarni o'tovga olib boraylik. Tegdan o'sha. Siz gapga chiqib oling. Senchi? Yuringlar. Qo'la qolinglar. To'xta. To'xta deyapman senga. To'xta deyapman. To'xta. Kamol sabr. Hozir shifoxonaga boramiz. Hozir ehtiyot bo'linglar. Sekinroq, o'l. Mashinaga olib chiqinglar. Eshikni ochib yuboring. Bolalarni qishloqqa boring bolalarni. Xo'p, bolalarga qarab turaman, xavotir olmang. Menga qarang, eshitaman. Bolalarni shifoxonaga boring. Uni ilon chaqirgan tushundingizmi? Bo'pti, haydang, kelib bo'ling, haydang. Bola qoling. Mayli, men boray. Yaxshi bo'ldi. Ko'rishamiz. Ha, yeting darsga. Eshitdingmi, Sarvar opa maktabdan haydashayotgan emish? Yo'q, kim aytdi? Otangga aytmadilarmi? Yo'q, nima edi? Aytishlaricha Sarvar opa darslarga xalaqit berayotgan ekanlar. Bolalarni chalg'itayotgan ekanlar. Vahmoqona gapni kim aytishi mumkin? El og'ziga elak tutib bo'larmidi? Biz hammamiz direktorning oldiga kirishimiz kerak. Qo'yaver, ertaga konsert o'tsin, hammamiz birga kiramiz. Bo'pti. Bo'lmasa Azam akani ham chaqiramiz. Men o'zim u kishiga aytaman. Qo'yaver, o'zimiz eplaymiz. Mayli, men boray. Mayli. Assalomu alaykum, chaqirtirgan ekansiz. Va alaykum assalom. Sizni men emas, Sarvarxon. Hokimiyatdan so'rashyapti. Tinchlikmi? A?
Bilmadim, shaxsan hokimni o'zi siz bilan gaplashmoqchi ekan. Yaxshi, boraman, lekin hozir konsertimiz bor-ku. Hozir emas. Soat 5larda kelsin deb aytishdi. Yaxshi, mayli boraman. Ilhom masalasi nima bo'ldi? Biror yangilik bormi? Menga qarang. Mana juda qulay payt keldi hozir. Mana shu gapni hokimiyatda o'ziz gaplashib chiqasiz. Hokimning bir og'iz gapi. Endi boravering. Hurmatli hamqishloqlar, mana bugun birinchi marta qishlog'imizni teatr truppasi ijrosida kelinlar qo'zg'olonini tomosha qilasiz. Sanajon, beri keling. Spektakldan keyin Toshkentdan kelgan Yodgorjon Mirzajonov degan ukamiz tashrif buyurganlar. Ular ijrosida qo'shiqlar tinglaysizlar. Qo'shiqlar tugagach, konsert tugagach ketib qolmanglar. Xo'pmi? Undan keyin spektaklni boshlaymiz. Kelinlar qo'zg'oloni, Said Ahmad asari. Kelishdingmi? Endi mehmonni kutib olinglar. Ha, barakallah, rahmat.
sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Mayli, agar bu maktabimiz, o'quvchilarimiz haqida bo'lsa, jon deb javob beraman. Bilasizmi, Sarvaraxon, sizni ko'rganimdan beri faqat sizni o'ylaydigan bo'lib qoldim. Sizni usta ishbilarmon desam, xushomadga ham ancha usta ko'rinasiz. Xushomat emas, chindan ham fikr zikrim siz bilan band. Agar xo'p desangiz, bafurja gaplashib olsak. Yodgorbek. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'zing yaxshimisan? Rahmat aka. Rahmat. Omon. Yodgorbek, meni mashinangizda tuman markaziga tashlab o'ta olmaysizmi? Jonim bilan gap yo'q. Marhamat. Agar yo'lingizdan qoldirmasam albatta. Bemalol opa. Bemalol. Sarvaraxon, aytganingizda o'zim olib borib olib kelardim-ku. Avval va'dangizni bajaring, keyin gaplashamiz. Yana hammommi? Bo'ladi dedim-ku. Rahmat. Qani chiqinglar, salomga chiqinglar, tezroq, chaqarroq chiqinglar. Marhamat, maktabimizning artistlari. Sarvara, siz bizni bu yerda o'tirib hech narsani bilmaydi, eshitmaydi deb o'ylamang. Sizni hatto hokimiyatga kim kuzatib kelganini ham yaxshi bilamiz. Bugun bizda konsert bo'ldi. Juda soz. Bir maslahatli ish bor edi. Siz bizni apparatga ishga o'tsangiz, tuman miqyosida sportni rivojlantirishga bizga yordam bersangiz. Nima deysiz? Rozimisiz? Avval bir kichkinagina iltimosim bor edi. Xo'sh, qulog'im sizda. Bizni bitta o'quvchimiz bor. Nogironligi sababli maktabdan qolib ketgan. Juda aqlli bola. Oilaviy sharoitga ko'ra Gapingizga tushundim. Siz shaxmat bo'yicha tuman chempionini aytyapsiz-da. Xuddi o'zi bilarkansiz. Qo'shni tumanda bir tabib bor ekan. Qo'lini gul deyishyapti. Respublikamizning har bir burchagidan uni oldiga davolangani kasallar kelar ekan. Kelasi hafta meni haydovchim o'sha tomonga boradi. Beli og'rib turadi. Xohlasangiz, ilhomni unga qo'shib yuborishim mumkin. Rahmat sizga. Endi taklifingizga kelsak. Xo'sh. Buni nozik tarafi bor. Bemalol gapiravering. Qishlog'imizni 5 qo'ldek bilaman. Odamlarga ham o'rganib qolganman. Ular meni juda hurmat qilishadi. Kuch bilan hozir hech narsa qilib bo'lmaydi. Odamlarimiz juda mehnatsevar kishilar. Ularsiz qiynalibroq qolamanmi? Yaxshi. Unda o'zingiz bilasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Opa. Voy tentiklar ey. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana u koptonni arg'idan topib oldim. Bolalaringiz ariqqa tashlab ketibdi. Axir buning uchun kimdir javob berish kerakmi? Men har kuni sizga bittadan koptok olib bera olmayman. Na koptok tepishni biladi bular, na intizom bor. Tamam. Endi o'zim qizlar futbol komandasini tuzaman. Ajoyib fikr. O'zingizdan chiqdimi? Albatta. Bolalarimiz koptok tepishni bilmagandan keyin qizlar futbol komandasini tuzishga majburman. Mirjalol Qosimovni trenerlikka chaqiraman. O'zim komanda boshlig'i bo'laman. Juda zo'r bo'ladi. Lekin sizni hokimiyatga ketayotganingiz juda chato bo'ldi-da. Buni sizga kim aytdi? Men shu yerda qolaman. Shu yerda ishlayman. Voh! Rostdanmi? Hey, zarba zo'r ekan. Siz menda hujumchi bo'lasiz. Jamoa sardori bo'lasiz.